Seyit Muhammed Qashi Miladi 19-asrda İli vadisida Molla Bilal Nazmiydan boshqa yana Seyit Muhammed Qashi qatorliq ko'plagan donglik shoirlar yashagan bo'lib, ular Uyg'ur adabiyotini mazmun va shakl jihatdan beyitishga salmoqliq to'hfa qo'shgan. To'limi afsus 19-asr Uyg'ur tarixini varaqlab boqadigan bo'lsak, Sharqiy Turkistonning shimolidagi milliy madaniyat markazi bo'lgan Munbat ili vadisida chaqnagan shoirlardan Molla Bilal haqida yetarlik ma'lumotga erisha olamiz. Biroq uning bilan bir davrda yashagan yana bir buyuk namoyanda Seyit Muhammed Qashi haqida asosan hech qancha ma'lumotga erisha olmaymiz. Undaqda Molla Bilal bilan bir davrda yashab, uningdan 9 yil keyin olamdan o'tgan Seyit Muhammed Qashi kim? Qayerda yashab o'tgan? Uning vakil xarakterlik asri qaysi? Seyit Muhammed 1828-yili Ilidagi Qashdaryo vodisida yashagan Seyit Muhammed Qashi degan kishining oilasida dunyoga kelgan bo'lib, Seyitni tug'ilganligi uchun Seyit Muhammed deb atalgan otasi uni texmo hurmat topsin deb Seyit Muhammed deb at qo'ygan. U 36 yoshida tang tushi Molla Bilal bilan billa Ilidagi zo'r qo'zg'olonga qatnashib, Ili sultonligining qurilishiga bevosita hassa qo'shgan. Seyit Muhammed 38 yoshga kiray deganda, ya'ni 1866-yili 22 aprel kuni Qashdaryo vodisida ömür bo'yi unutolmaydigan qutlug' murosimga shohid bo'lgan. Ana shu kuni Ili Uyg'ur xalqi va askarlar Qashdaryosi bo'yida to'limi hashamat bir murosim o'tkazib, Ili taranchi dehqonlardan İbrahim Axunning palvon o'g'li Amir Abul A'la palvonni sulton deb e'lon qilgan. Shunda qilib 1866-yili 4-oyda Ili xalqi layoqatsiz Molla Shavkat Axunni sultonlikdan qoldirib, o'rniga Jahon palvon sulton Bahodir G'ozi Abul A'la xon nomi bilan A'la xon palvonni xon qilib saylagan. Abul A'la xon Ili taranchilaridan İbrahim dehqonning o'g'li edi. A'la xon palvon xon bo'lgandan keyin taraf-tarafdan Uyg'ur askarlari top-top bo'lib Qash daryosi bo'yiga kelib bay'at qilgan. G'uljidagi barcha puhrolarmu A'la xonga xizmat qilishga tayyorlangan. Yosh va g'ayratlik Seyit Muhammed bu ishlarga bevosita shohid bo'lgan edi. Uyg'ur tarixshunosligida xuddi qadimki turkcha, qadimki uyg'urcha tarixiy materiallarga o'xshashla arab, faris til yoziqidagi va Chag'atay uyg'ur yoziqidagi asarlarmi intayin muhim o'rinda turdi. Yana kelib bu asarlar son jihatdan ko'p, sifat jihatdan esil bo'lib, navbatda Uyg'urlarga doir tarixiy materiallarning eng asosli qismini tashkil qiladi. Bular Qarxonilar xaqonligining o'ttir mezgillaridan boshlab toki 20-asrning 5-gacha bo'lgan taxminan 1000 yil jarayonida barliqqa kelgan tarixiy, diniy, adabiy asarlarni o'z ichiga oladigan bo'lib, bulardan muhimroqlari Divanu Lug'ati Turk, Mulhaqatus Surah, Qisasul Anbiya, Tarihi Rashidi, Jami'ut Tavarix, Jami'ul Maqamat, Hidayatnoma, Tazkira-i Mahdum Azam va Xo'ja Isoh Vali, Safarnoma, Tazkira-i Xo'ja Muhammad Sherif Buzurg'uvor, Tarihi Kashig'ar, Tazkira-i Mavlana Arshidin Vali, Islomnoma, Tazkira-i Azizon, Tazkira-i Xo'jakan, Tazkira-i To'rt Imom Zabiyulloh, Tazkiratul Bo'g'raxon, Tavarixi Musaqiyun, Zafarnoma, G'azotlar Mulki Chin, Sharhi Shikasta, Iskandarnoma, Tarihi Aminiya, Tarihi Hamidi qatorliqlardan iborat. Bu asarlar shubhisizki Uyg'urlarning 10-asrdan hatto uningdanmi burunqi mezgillardan toki 20-asrgacha bo'lgan orliqdagi siyosiy, iqtisodiy va madaniyat ahvollarini tadqiq qilishda intayin muhim ahamiyatga ega. Bularningmi davrdosh va g'ayri davrdosh bo'lgan boshqa til yoziqlardagi tarixiy materiallarni to'liqlashdagi ahamiyati intayin zo'r. Yuqorqi asarlar ichidagi Sharhi Shikasta nomli asar dal Seyit Muhammadga oid edi.
Uyg'ur xalqining vatanparvar va xalqparvar shoiri G'ozi Seyit Muhammad mashhur tarixiy mirosimiz Sharhi Shikasta nomliq asrida bayon qilgan muhim va qimmatlik tarixiy paketlar Uyg'ur tarixini tadqiq qilguvchi xodimlardan tortib, odatdagi tarix o'rganguchilargacha bo'lgan har qaysi sohalardagi kishilarning ilmiy tadqiqot ishlarida to'liq qimmatlik manba hamda muhim tarixiy yodgorlikdir. Chunki bu asar Uyg'ur xalqining asrlar bo'yi tortgan azob uqubatlarini, qilgan mungzar va qayg'u hasratlar bilan qon yoshlik tarixini bayon qilib qolmasdan, balki Uyg'urlarning milliy ozodligi va erkinligi uchun boturlarcha kurash qilib, bu kurashni to'liq mustaqil bo'lguncha to'xtovsiz ravishda elib borganligini aynan bayon qilgan. Uningdan boshqa bu asar yana ili Uyg'urlarning Yetsuga ko'chishga majbur bo'lgan chog'lari haqida to'xtalgan. Bu asarda aks etgan real voqelik asarni romantik holatdan realizmga yaqinlashtirdi. Shunga bu asarni Molla Bilalning G'azot dar mulki Chin nomli asari bilan bir qatorda realistik adabiyotimizning nodir namunasi deyishga, avtorni Molla Bilal Nozimi bilan bir qatorda 19-asrning oxirlarida ilida bo'lib o'tgan voqealarni adabiy asar shaklida aks ettirgan va bizga qimmatli tarixiy miros qoldirgan yaqinqi zamon Uyg'ur adabiyot tarixidagi vatanparvar shoirlardan biri deb qarashga bo'ladi. Sharhi Shikasta nomli asar Uyg'urlarga 1909-yili, ya'ni avtor vafot bo'lgan yili Nikolay Pantasovning shu yili Qozonda nashr qilingan Taranchi xalq adabiyotining ulgilari degan kitobning vositasi bilan ma'lum bo'lgan bo'lib, rasmiy e'lon qilinmagan Leningrad nusxasi 1995-yili yozda Savut Mollavotov tarafidan nashrga tayyorlanib, shu yili kuzda doktor Abdushukur Turdiga bir nusxa hadiya qilingan. Abdushukur Turdi bu nusxadagi paketlar orqali avtorning elidan farzandlari bilan birga ko'chib ketmay qolib qolganligini isbotlab chiqqan. Bu nusxa jami 6 voqeatdan, ya'ni qismdan tarkib topgan bo'lib, 1, 5, 6 voqeatlar muhammas shaklida yozilgan. 2, 3, 4 voqeatlar g'azal shaklida yozilgan. Bu nusxadagi ba'zi paketlarga qaraganda avtor bu asrini 60 yoshlardan oshganda yozgan. Bu qo'lyozma nusxasini 19-asrning oxirida Char-Rossiyaning G'uljidagi konsulxonasida ishlagan Nekrotkov ayni chog'dagi Peterburg Osiyo xalqlari muzeyiga topshirgan. Pantasovning ilgari surishicha, avtor 1909-yili Char-Rossiya tavasida vafot bo'lgan. Abdushukur Turdi apandining yangidan bayqishicha, avtor ilida yashab tug'ilgan yurti Qashdaryo vodisida 82 yoshida vafot bo'lgan. 2017-yili 12-oktyabrda Almutadagi Falsafa institutining majlis zalida Qozog'iston va Markaziy Osiyoning tarixi va madaniyati bo'yicha Sharqiy Turkiston manbalari 19 va 20 asrlar temasida ilmiy muhokama yig'ini ochilgan. Süleymanov nomidagi Sharqshunoslik instituti uyushtirgan mazkur yig'in institut tarkibidagi Uyg'urshunoslik markazining rahbari, tarix fanlarining doktori professor Risolat Karimovaning turli ilmiy faoliyatiga bag'ishlangan bo'lib, uningga olimlar, barcha oliy o'qish o'rinlarining o'qituvchilari, jamiyatlik birlashmalar va ommaviy axborot vositalarining vakillari qatnashgan. Ilmiy muhokama yig'inining ikkinchi qismi asosiy jihatdan Sharqiy Turkiston manbalari asosida yozilgan til, adabiyot, tarix, etnografiya, ma'rif va boshqa masalalarga bag'ishlangan dokladlarni o'z ichiga olgan bo'lib, Uyg'urshunoslik markazining ilmiy xodimi, tilshunos doktor Xolminam Masimova o'z dokladida 19-asrdagi Seyit Muhammad Qoshining Sharhi Shikasta, Musa Sayramining Tarixiy Aminiya va Ismatulloh Mo'jizining Tavarixi Musiqiyun qatorliq asarlarining ba'zi til alohidaliklarini tahlil qilganligini bildirib, mundoq degan: bu davrdagi asarlarda Uyg'ur tili fonetikalik va leksiki grammatikalik alohidaliklari bilan ham kona Uyg'ur tilidan ham hozirgi zamon Uyg'ur tilidan ma'lum darajada farqlanganligini ko'rish mumkin.
Buni mazkur klassik asarlarning morfologiyalik, leksikalik va sintaksislik alohidliklaridan ko'rish mumkin. Sobiq Sovet ittifoqi tarqalib ketgan hamon Qozog'iston Uyg'urlari keyingi avlodlarning tavarruk kishilarni unutib ketmasligi uchun 1993-yili Almuta viloyatining Yarkent shahrida Molla Bilalning haykalini tiklagandan keyin 1994-yili dekabrda Almuta viloyatining Amgakchi Qozoq nahiyasiga qarashli Baysit yezisiga shoir Seyit Muhammad Qoshining haykalini tiklagan. 1914-yili Petrogradda nashr qilingan Petr Rumyantsevning Taranchilar nomli kitobidagi ma'lumotlarga qaraganda Baysit yezisining uli 1881-yili selingan bo'lib, dastlabda bu yerda 10 oilalik Uyg'ur o'rinlashgan edi. Ko'chmanlarning asos qismi 1882-yili, eng oxirgilari bo'lsa 1885-yili kelgan bo'lib, ilidan ko'chib chiqqanlar mutlaq ko'p qism sonliqni egallaydi.